siz Bakuga kelgan hisoblanmaysiz agarda aynan mana shu joyga kelmagan bo'lsangiz. Bu yerdan nafaqat siz ko'rib turgan Flame Towerga, ya'ni olovli mana shu binoga, hozirgi vaqtda ko'rib turganingizdek Ozarbayjonning bayrog'i 3 xil rangda ajoyib animatsiyalar bilan ko'rsatilmoqda. Mana bu yerda asosiy manzara ko'rinish hosil bo'ladi. Juda ham zo'r. Shahar Kaspiyda yarim oy shaklida o'ralgan, ko'rganingizdek osmono'par binolar, juda ham ko'p chiroqlar va bilasiz, Ozarbayjonni xalqaro miqyosdagi ramzi bu olovlar yurti deb ataladi va haqiqatan ham Baku Ozarbayjonda aynan mana shu shiorga mos va xos tarzda hozirgi vaqtda juda ham chiroyli tungi chiroqlar bilan yonib turibdi va binolarni arxitekturasiga, ko'rinishiga alohida e'tibor berish lozim. Har biri unikal, deyarli bir-birini takrorlamaydi va bayroqqa ham uzoqdan ko'zingiz tushadi, chunki bayroq juda ham yorug' bo'lgan projektorlar bilan yoritilgan va yuqoriga agarda ahamiyat beradigan bo'lsangiz, hozir endi qanchalik ko'rinadi bilmadim-ku, bulutlarni xuddi kesib o'tayotgandek bayroq. Sababi bayroqni soyasi osmonga tushib turibdi. Xuddi osmon keyin bo'lib kesilgandek. Juda ham chiroyli va bu tomonda bo'lsa, ko'rib turganingizdek, Ozarbayjondagi, ya'ni Bakudagi eng baland nuqtalardan birida o'rnatilgan teleminora. Aynan shu teleminora orqali butun shaharga va yon atrofdagi boshqa shaharlarga telekanallar, radio kanallarning to'lqinlari uzatiladi. Havo salqinroq Toshkentga qaraganda va shamolni hisobiga ham egningizda qalinroq kiyim bo'lishi kerak. Bu yog'iga yomg'irlar mavsumi boshlanadi. Juda ham go'zal. Bu tomonga ozgina harakatlansangiz Shahidlar maydoni va mangu yonadigan olovga ko'zingiz tushadi. Mazza qilib bu yerda nafaqat siz o'zingiz, balki oilangiz, kichkintoy farzandlaringiz bilan mazza qilib aylansangiz bo'ladi. Bakuga kelmoqchi bo'lgan yoki kelib turib ham bilmagan tanishlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Foydasi tegib qoladi.